Umar Hayyom haqida nimani bilasiz? Umar Hayyomni bizlarga mayparas, alkash deb tushuntirilgan. Kommunistlar alkash bu aroqxo'r degan, vinoxo'r. Umar Hayyom 10 yoshida qori bo'lgan. Otalari boy bo'lganlar. Bir safarga ketayotgan paytlarida qaroqchilar otalarni karvonlarini tuniydi. Hamma tuyalardagi, qoplardagi, sandiqlardagi narsalarni talon-taroj qilib tutkilayotgan paytda qaroqchilardan biri bir xurjunga shunday qo'l solsa, kitob chiqdi. Bu kitob ekanga shunday otib yuborganda Umar Hayyom 10 yashar bor. Barataris o'zini to'pga otib ilvogandek, boyagi o'zini otib Qur'oni Karimni ilvoganda, boyagi qaroqchilarning rahbari ko'rdi deb, "Bu yoqqa kelsam bo'ladi. Nima desan? Bu qanaqa kitob?" dedi. "O'zingni otib dedi, joningni jabborga berib, buncha bu kitobga o'zingni tashlab otmasa." "Bu dedi Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karim" dedi. "Sen hali Qur'on o'qishni bilasanmi?" dedi. "Nafaqat o'qishni, buni yoddan bilaman" dedi. "Qani ochib o'qishni" deb imtihon qildi. 3-4 varaqdan ochib o'qidi, ko'rsatgan joydan o'qidi. Qaroqchilarning boshlig'i Umar Hayyomning otalariga